بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز جماعة المسلمين الحمد لله رمضان oyining fazilati va ulug' ajru savoblardan umid qilgan holda ro'zani ado qilmoqdamiz. Barchalarimizdan Alloh taolo qabul qilsin. Ro'za dastlab payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Madina-i Munawvaraga hijrat qilganlaridan keyin oradan 1,5 yil o'tgach, ya'ni hijratning 18-oyi Sha'bon oyining 10-kuni qibla Baytul Maqdisdan Ka'ba tarafga o'zgarganidan keyingi oyda farz qilingan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam 9 yil Ramazon ro'zasini tutganlar. Ulardan 2tasini 30 kundan, qolgan 7tasini 29 kundan tutganlar. Arab tilidagi savm, ro'za lug'atda o'zini tiyish degan ma'noni bildiradi. Shar'iy istilohda esa Ramazon oyida tong otganidan to quyosh botgunicha niyat bilan ovqat yemaslik, ichimlik ichmaslik, jinsiy yaqinlik qilmaslik ro'za deb ataladi. Ro'za tutish islom dinining 5 rukni, 5 asosidan biridir. Qur'on va sunnat bilan Ramazon sobit bo'lgan. Robbimiz kalomida xitob qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar, sizlardan avvalgilarga farz qilinganidek sizlarga ham ro'za farz qilindi, shoyat taqvo qilsangiz. Baqara surasi 183-oyat. Ro'za aqli raso, sog'lig'i yaxshi bo'lgan har bir musulmon erkakka hamda hayz va nifosdan pok bo'lgan musulmon ayolga farz qilingan. Hayz va nifos ko'rgan ayollar ro'za tutmaydilar. Keyin qoldirgan kunlarining qazosini tutib beradilar. Yangi oyni ko'rib ro'zaga niyat qilish Ramazon ro'zasining asosiy shartlaridandir. Ramazon oyida noshar'iy amallar qilmaslik, tilni g'iybat, yomon so'zlardan, yolg'on so'zlardan tiyish, o'zgaga ozor bermaslik, yaxshi xulqli va rahm shafqatli bo'lish ro'zaning odoblaridandir. Alloh taolo bandalariga karam va mehribonlik ko'rsatish uchun bu oyni boshqalaridan farqli qilgan. Bu oyda isyonkor shaytonlar jilovlanadi, do'zax eshiklari berkitiladi, jannat eshiklari ochiladi, gunohlar mag'firat qilinadi. Ramazon gunohlardan tiyilish, Alloh qaytargan narsalardan chinakamiga butunlay qaytishni, sinov dunyosining mashaqqatlariga sabr qilishni o'rgatish oyidir. Ro'za Alloh taologa muhabbat va ixlos belgisi sifatida bajariladi. Hargiz sog'liqni tiklash va shunga o'xshash boshqa niyatlar emas. Bu ibodatni Alloh taolodan o'zga hech kim ko'rmaydi. Qay darajada bajarilayotganini faqat Allohning o'zi biladi xolos. Alloh taolo uchun tutilgan ro'zada banda Parvardigorning o'zi ko'rib turganini his qilib ro'zasini buzmaydi. Kishi niyatsiz kunni
quyosh botgunicha yemasdan ichmasdan va jimo qilmasdan o'tkazgani bilan ro'za tutgan hisoblanmaydi. Chunki ro'zada yeyish, ichish va jimodan saqlanish niyat bilan bo'lishligi farzdir. Ramazon kechasida turib saharlik qilishning o'zi ro'zaning niyatiga o'tadi. Chunki saharlik qilayotgan odamning ko'ngliga ro'za tutish niyati o'z-o'zidan keladi. Bizning mazhabimizda Ramazon tugagunicha har kuni niyatni yangilab turiladi. Yeb ichish ko'paygani sari shaytoniy, shahvoniy amallar ham ortib boraveradi. Aytilgan mau'izalardan Robbimiz hammamizga yaxshi manfaatlar bersin.